joyimda qaytib turib qoldim. Mening tunji bergan inkosim nima bo'ldi bilamsizlar? Yo'ldoshimdan gumonlash emas. Bu qizalga bu gaplarni siz menga deyish orqali nima maqsadga yetmoqchi deb so'radim. Desam men hech qanday maqsadga yetmoqchi emas. Siz uning shirin shekar gaplariga alınıp ketdingiz. Uning axloq fazilatini qanday ekanligini bilmaysiz. Men uning bilan 3 yil muhabbatlashgan. Uning qanday qadam ekanligini men sizdan yaxshi bilaman. Siz bek sada bo'lg'achqa, u faqat sizning oldingizda o'zini bizayotidi, o'zini yaxshi ko'rsatadi. Bir mezgildan keyin uning haqiqiy aqdi basharsini bilib qolasiz dedi. Men jiq gap qilmadim. Qaytib kirib, mening toza qo'sqim og'riyotdi, men uyga qaytib ketay deb uyga qaytib ketdim. 2 kungacha yo'lishim ochiqcha ochamadim. Nima deb bu gapni deyishni bilmadim. Oxir 3-chi kuni qo'sqim patmadi. Yo'lishimga dedim. Mushundaq deydi. Siz 9 yo'qolib ketgan chog'ingizda suvdan ish bilan emas, mo'miga kirib ketgan siz buni men qanday tushuntirsiz desam, yo'lishim nima deb tushuntirdi dedi Allah. Mening burun uning bilan yurganligim rost. Keyin seni yaxshi ko'rib qolganligim rost. Biroq u buningga chidamadi. Sendek oddiy bir qizning kelib bag'inimga, sen o'tirib qo'yg'iniga tambagis kelmadi. Shuning bilan bir kun men chaqadi. Ikkimiz birga haraq ichdik. Men mas'ul qopdi, men nima bo'lganligimni bilmayman. Aytsi meni saqchilar chaqirib, men o'zimni aqlayolmadim. Shuning bilan bitta kirib ketib qoldim. Men hech qanday gunoh yo'q xuddi sen menga ishon. Biz 5 yil muhabbatlashdik. Undan bo'ldi. Mening qanday qadam ekanligimni sen bilmamsan deb o'zini ashta tushuntirdi. Men bu vaqt albatta yo'ldoshimga ishonaman. Men haq ishni tanlamadim. Yo'ldoshimga ishondim. To'g'ri. Bu qiz ikkimizning baxtimizga chidamay, yo'ldoshimga o'r qo'labdi. Yo'ldoshim uvalga ketibdi deb yo'ldoshimga ichim og'rib, yo'ldoshimni quchoqlab yig'lab ketdim. Aşağıda men rost gapni qilsangiz bo'lmabdi. Men siz taraf turatdim, dedim. Hay mening ahmoqligim, hay mening ahmoqligim. Keyin kunlarda nima kunlarni ko'rganligimni bilmay, yo'ldoshimga ichim og'riqqan. Men ahmoq qizlar. Balam tug'ilib, balam 1 yoshga kirgan chaqda mening ajamning qizi oliy maktabga o'qishga keldi. O o'qishga kelgan kuni yo'ldoshimiz ikkimiz paybetak bo'lib, yotoqlarga o'rinlashtirib, maktablarning bodoqliga ishlarini qilib, uyga kelib oldik. Bu jiyan qizimni o'zimning singlisdek ko'rgashga, men buni urumchiga kelib o'qolligini baxo'shal bo'ldim. Gerçi men jiyan qizim bo'lgan bilan ikkimizning yashi baxchiq farqlanmaydi. Ikkimizning o'rtasida faqat 7 yoshli farq bor. Shu men buni do'stimdek ko'rdim. Bunun kelganligidan baxo'shal bo'ldim. Bu shaharda mening undaq jiq do'stim yo'q. Mening do'stim, mening yo'ldoshimdi. Mening sirdishim shuddi, muhabbatim shuddi, hamma narsam yo'ldoshimdi. Gerçi pat qiynapam bilan qiynatamni qishiq bassam, qiynatam bilan qiynapamning bek yaxshi muomala qismi. Lekin azroq ba'zi zeriksiz qilatdim. Yo'ldoshim tijorat qilgandan keyin ba'zi aldirashib qolatdi, ba'zi kunlar uyga kelmaydi. Men yo'ldoshim bek to'g'ri tushundim. Cheksiz ishnatdim. Ishkim ishongandek, uyimning temiga ishongandek, hatto o'zimga bunda ishonmaydim. Singlim bilan shundaq sirdishib yaxshi o'tdik. 1 yil o'qish tutgandan keyin, ikkinchi yil singlim maktabga kelgandan keyin bizning uylarga tuzuk kelmas bo'lib ketdi. Nimishqa uyga kelmaysan desam, men aldirash, men butun zihnimni o'qishga bermoqchi. Shanba kuni sening uyingga borsam, paranglashib, uni qilib, buni qilib o'tkazib ekanman. Kutubxonaga chiqaman dedi. Men singlimning bu tirishchiligini shunda xush bo'ldim. Menga o'xshash bir bilinda qizil bo'lmoqchi ekan deb o'yladim. Keyin yo'ldoshimninki uyga kirmaydigan qitim soni bag'on sirjaqlashib boshladi. Normalsizlik his qildim. Yo'ldoshim mening telefonimning maxfiy nomerini biladi. Men yo'ldoshimning telefonining maxfiy nomerini biladim. Lekin men azaldan yo'ldoshimning telefonini tekshirib baxmadim. Bir kun tuyuqsiz telefonni ilib qarab baqaysam, maxfiy nomerini o'zgartirib ketibdi. Shundan keyin ko'nglimga jin tushdi. Lekin neden gumon qilishni xohmayman. Uning men tutqizib qo'ygan hech qanday yeri yo'q. O menga har vaqt telefon qilib turdi. Har qitim ekranliq paranglashib turmiz. Shundan yo'ldoshimni gumonlashning hech qanday o'rni yo'qdi-da vaqtlarda. Bir kuni singlim bizning uyga keldi. Uyga kelib singlim bilan paranglashib qoldim. Chunki men dashida o'qiyotgan chog'imda yo'ldoshimdan muhabbatlashib bo'lgan bilasizlar. Singlimdan so'radim. Qandaq maktabda ko'nglimga yoqadigan bir ras uchurdimmi, muhabbatlashdingmi deb so'radim. Lekin singlim men o'ylab baxmagan javobni berdim berdi. Nima dedi anga? Ancha muhabbatlashdim. Lekin men oilasi va bolasi va bir bani yaxshi ko'rib qoldim. Bunda qilayotganligimning xatoligini bilaman. Lekin men o'zimni kontrol qila olmadim. Deb shuna deb javob berdi. Men bu gapni anglab hayron qoldim. Singlimning axloqidan gumon qildim. O'zimning singlisi u. Nima deb nasihat qilishimni bilmadim. Nima deb ig'zimni ichishimni bilmadim. Qaytib ketdi. Kech yo'ldoshim kelgan chaqda yo'ldoshimga dedim. Singlim shundaq deydi. Bu bilib bilmay bir erning ozishga uchrab ketgan o'xshaydi. Biz buni nasihat qilaylik. Buni bu yo'lni qaytarib kelaylik dedim.
Azaldan mening oilamning turmushiga shunchalik ko'ngil bildigan, opamning salomatligi bo'lsin, ajamning oila ishlariga bo'lsin, hammasi ko'ngil bilib, hamma ishni hal qilib bergan yo'lishim bu ketib. Nima qilsiz o ishlarga aralashib? Siz uning opsimitingiz, o'mkan cho'p-cho'ng qolgan qizlar o'zing nima qilayotganligini bildi. O ishlarga aralashmang dedi. Ma'qul dedim. Lekin butun esiyadim shu singlimda. Men telefon qilsam telefonlarimni olmas bo'lib ketdi. Menda shunday o'zini qochirgan bo'lib ketdi. Yo'lishimga dedim, singlim o'ygim kelmaydigan bo'lib ketdi. Telefonlarimni tuzuk olmaydi. Mendan o'zini qochirayotganini qanday dedim. Desam, siz bu ishni sizga deb qo'ydi, shunlash siz bilan yuzishni xijil bo'lib qolgandi. Bu to'xsaningizda xijil qilmang. Bir mezgil lekin o'z o'ngishib ketdi dedi. Men ma'qul dedim. Bir kun nima bo'ldi deydilar. Yo'lishim akşam uyga kelmadi. Bana hiç qandaq sebebini deb bilmedi. Bir kez telefon etib yo'qolib ketdi. Ertesi saat onlardan paydo bo'lib keldi. Uyga kelib uxlab qoldi. Men shu vaqtda ko'nglim gumon keldi. Yo'lishim sirtlarda boshqa ishlarni qilyaptimdi ya deb. O'zim aldim. Yo'q, yo'lishim unda qilmaydi. Yo'lishim meni yaxshi ko'rdi deb o'yladim. Shu vaqtda yo'lishimga tamoq pishdi, tamoq yeylan deb qishiq kirsam, telefoni ustdan o'sib turibdi. Telefon ovozsizga. Qarsam yo'lishimga 13 qutim telefon keldi. Bu telefon numarını ben bilmem. Bu singlimning telefon numari. Lekin o vaqtida kallamga hech qanday gumonlanma kelmadi. Cho'qim akasini so'raydigan bir ish bor deb o'yladim. Shuning bilan o'zimning telefonda singlimga telefon qaytardim. Akam uxlayotganda 13 qutim telefon qilsa, bir ish bor dedim. Desem akam bizningki fakultetninki mudir bilan tanishib ekandik. Azroq surishtirgan ishlamadi. Akamga desam ma'qul, men yordam qilay degan. Bugun shu ishni qilmoqchi edim. Akamga telefon qilib faqat olamadim dedi. Men bu gapni anglab joyimda qetib turib qoldim. Mening tunji bayga inkasim nima bo'ldi bilamsizlar? Yo'lishimdan gumonlashimiz. Bu qizalga